Navruz bu yangilanish, mehr va ezgulik bayrami. Muruntov koni namoyish etadi. Tabiat uyg'onib, yerga baraka kiradigan muqaddas kun. Navruz birlik, do'stlik va yaxshi niyatlar bayramidir. Bu kun tun va kun tenglashadigan muqaddas lahza. Shu paytda tabiat yangi hayotga uyg'onadi va bahor boshlanadi. Navruz asrlar davomida xalqimiz tomonidan katta shodiyona bilan nishonlanib kelinmoqda. 1990-yildan boshlab 21-mart rasman Navruz umumxalq bayrami sifatida nishonlanib kelinmoqda. Bu kunda milliy an'analarimiz, urf-odatlarimiz yanada yorqinroq namoyon bo'ladi. Sumalak, milliy taomlar, xalq o'yinlari, sport musobaqalari bayramga o'zgacha ruh bag'ishlaydi. Navruz ayyomingiz bilan barchangizni Muruntov koni nomidan tabriklab qolamiz. Navruz barchamizga tinchlik, farovonlik va baxt olib kelsin. Yurtimizda doimo bahoriy kayfiyat, totuvlik va baraka hukm sursin. Navruz ayyomingiz muborak bo'lsin.